Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari. Marg'ilondagi agrotexnika do'konimizga yangi turdagi benzinli hamda solar ishli motobloklarimizni yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narxi bilan ma'lumotini berib, tanishtirib, ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketamiz. Hozir robitadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan chegirmalarni qidiramiz. Shunaqangi motoblok turgan tashlangiz jo'natib qo'ysangiz, topish anchagan oson bo'ladi akalar. Birinchi o'rinda temir korpusli X kalibr motoblogimizdan boshlaymiz. Ust korpuslari temirli bo'ladi akalar. Oldi tomonda motorni zashtaqib turadigan o'zi dugalargacha qo'yilgan akalar. O'zliqlari maslinli o'zliqdan akalar. Motorini ot kuchi 188, 13 ot kuchli bo'ladi. Balonlariga ahamiyat berasizlar. 612 li balonlar bilan jihozlangan. Rollari turgan joyida 180 gradusga aylanish xususiyatiga ega akalar. Akkumulyatorlari katta Damas akkumulyatorlardan bo'ladi. Ko'rishlari mumkin. Rollarini bemalol orqalariga o'tkazib, uстановка qilib bemalol ishlatsanglar ham bo'laveradi. Skorslari temirli, o'chirib qo'ygan knopkalari stator, kalit hamda ruchni tortib ham bemalol yurg'izib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Bunimizni narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalar 7 million 500 ming so'm chiqadi. Kanal nomidan keladigan bo'lsa, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Endi ukamizga hadovoyroq variantidan ko'rsatgan, sifati tozaroq bo'lsin degan akalarimiz uchun 15 ot kuchli Ratotiller motoblogimizdan kelgan akalar. O'zliqiga yarim qilib avtor quyib ishlatasizlar, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Ruchnoy tortib yurg'iziladi. Undan tashqari akalar kalitga, akkumulyatorga ham zavodit qilib ishlatishlar mumkin. Balonlari 612 katta balonlar bilan jihozlangan, turgan joyida 180 gradusga aylanadi. Motoblok olishlaringda akalar adashib qolmanglar. Arqa pritsepnoy qismi bittalik varianti bo'ladi akalar, 3 talik variantda bo'ladi. Bu orqa pritsepnoy qismi 3 talik variantda qilib ishlangan. Balonda oraliqlari ham tayyor 60-70 ga moslab ishlatishlar mumkin. Bu motoblogimiz narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 7 million 800 ming so'm chiqadi. Kanal nomidan keladigan bo'lsa, buni chiroyli narxlarda qilib beramiz. Old tomonda to'rttali LED faralari bilan jihozlangan. Ratotillerdagi gazlari ham temirli gazlar bilan jihozlangan bo'ladi. Endi ukamizga salarishni variantidan ko'rsatgan degan akalarimiz uchun 190 motorli salalkali Kentavr motoblogimizdan yetib kelgan akalar. Turgan joyida 360 gradusga aylanadi. 360 gradusga aylanadi deyapsan ukam. Qanday holatda, qanaqa holatda bo'ladi degan akalarimiz uchun oddiy motobloklar korofkasiga nisbatan buni korofkasi katta bartovoyli korofka bo'ladi. O'shani hisobiga o'ng tomonda bossalang o'ng tomonga, chap tomonda bossalang chap tomonga ajralish hamda xususiyatiga ega. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu motoblogimiz narxi 9 million 700 ming so'm chiqadi. Salalka rasxoti benzinga nisbatan anchagina kam bo'ladi. 1 yil garantiyasi bilan qilib beramiz. Narxi 9 million 700 ming so'm. Pastda nomerlarni qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalar, akalar, optim narxlarda yetkazib qilib beramiz. Dastavkalar kelishgan holatda bor. Manzilimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'koni. Shunaqangi motoblok turgan tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, topish anchagina oson bo'ladi. Like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishni sizlar bilan